Lillah ve salat. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlavatqınыңla Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu'z Zavaid, yani hadisler toplumlarının kitabının 9. tomu. Hazır okuyduğumuz ismi atılgan fitneler hakkında kelgen hadisler. İmam Buxariyning 3586 numurluq hadisida Huzayfa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Umar radhiyallohu anhu qaysinglar payg'ambar alayhissalomning fitna haqidagi hadisini yodqa bilasizlar dedi. Men yodqa bilaman dedim. Umar qani degin jur'atli ekansan dedi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishining oilasi, mol dunyosi va qo'shnisi haqida mubtalo bo'lgan fitnasini namoz, zakot, Emr ma'ruf, nahiy munkar yuyib tashlaydi degan edi dedim. Lekin Umar, men buni maqsad qilmayapman. Mening maqsad qilganim dengiz to'lqinlaridek o'rlaydigan fitna dedi. Men, ey mo'minlarning amiri, u fitna bilan sening nima aloqang bor? Uning bilan sening orangda bir taqoqliq ish bor dedim. Umar, bu ish echilamdi yoki chaqalamdi deb so'radi. Men echilmaydi, balki chaqiladi deb javob bergan edim. Umar, undaqda bu ishik undan keyin faqat taqalmug'idek dedi. Biz Uzayfadan Ömer ishikning kim ekanligini bilatdimi deb so'ragan edik. Uzayfa, ha, xuddi kunduzdan keyin kechining keldiganligini bilgandek aniq bilatdi. Mening uning so'zlab berganlarim behud so'zlar emas dedi. Ravi mundaq deydi. Biz uningdan ishikning kim ekanligini so'rashga petin olmay, Masruqni so'rab baxshi buyurdik. Masruq ishik kim deb so'ragan edi. Uzayfa Ömer deb javob berdi. İmam Müslimning 144-numurluq hadisida mundaq deyilgan. Ömer radhiyallohu anhu Uzayfa radhiyallohu anhuga shundoq uni sen bilasan dedi. Uzayfa mundaq dedi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning fitna fasod qalblarga xuddi bo'r to'qilgandek to'qiladi. Qaysi qalbga bakrak to'qitilsa, uningga bir qora nuqta qo'yiladi. Qaysi qalb uni rad qilsa, uningga bir oq nuqta qo'yiladi. Shundoq qilib ikki qalb maydonga keladi. Ақ qalb yaqutga o'xshash nurliq bo'lib, osmon zamin mavjud bo'lib turgan qadar fitna uningga ziyon yetkazolmaydi. Yana biri qop-qora bo'lganligi uchun xuddi dum ko'mtirilgan qozonga o'xshaydi. U yaxshiliknimi, yomonliknimi bilmaydi. Faqat havoyi havasiga ergashadi. Ya'ni haqni bilolmaydi. Deganni angladim. Ey Umar, sen bilan u fitna orasida chiqilib ketay deb qolgan bir taqoq eshik bor dedi. Umar, voy sana, u eshik chaqalamdi. Kashki chaqilmay ochilgan bo'lsa, qayta o'z holiga keltirish mumkin bo'ladi-da dedi. Uzayfa, yo'q, ochilmaydi, balki chaqiladi dedi. Uzayfa mundaq deydi. Yolg'on bo'lmagan bir hadisni bayon qilish orqali u eshikning o'ltiriladigan yoki o'ladigan bir odamning simvol ekanligini tushuntirdim. Abu Davudning sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida o'ltiratdik. U fitna haqida nihoyat ko'p to'xtaldi. Hatto ahlos fitnasini tilga oldi. Aramizdan biraylan, ey Rasululloh, ahlos fitnasi degan nima deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom, u bir-biridan qochish va ichki urush fitnasi dedi. Ondan bayashat turmushning fitnasidan so'z qilib, bu fitnaning sababchisi ahli baytimdan bir kishi bo'ladi. U o'zining mening ahlimdan ekanligini da'vo qiladi, ammo u mendan emas. Mening haqiqiy do'stlarim taqvodorlardir. Keyin odamlar o'z oldiga ish qila olmaydigan qo'rchoq birining atrofiga o'yishadi. Ondan zulmatlik bir fitna chiqadi. Bu fitnaga duchor bo'lmaydigan bir inson qolmaydi. Bu fitna endi tugaydi-ku deb tursa, texmi o'z oladi. İnsanlar u fitna ichida mo'min bo'lib tong atqizib, kofir bo'lib kech qiladi. Oxirida insonlar ikki guruhga ayladi. Uning biri iman guruhi bo'lib, uningda nifoq bo'lmaydi. Yana biri nifoq guruhi bo'lib, uningda iymon bo'lmaydi. U zaman kelganda shu kunning o'zida yoki atisi dajjolni kutinglar dedi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Muslim ibn Abu Bakr radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men dadamdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim.
Ümmetimden bir guruh inson ustiga ko'rik qurilgan va Dijli deb atalgan daryo bo'yidagi Basra degan joyga yerlashib, nüfus ko'paydi va u muhojirlarning shahriga aylandi. Boshqa bir rivoyatda mundaq deyilgan: u shahar musulmonlarning diyoriga aylanadi. Oxir zamon bo'lganda keng yuzlik, kichik ko'zlik Qantura avlodlari kelib u yerni bosadi. Bu chog'da shahar ahli 3 firqaga bo'linib ketadi. Bir firqasi chorvamonlarni haydab yez qishloqlarga chiqib ketadi va shu yerda halok bo'ladi. Yana bir firqasi Qantura avlodlaridan o'zlari uchun amonlik tilab kafir bo'lib ketadi. Yana bir firqasi bola chaqalari bilan birlikda ularga qarshi urush qiladi. Mana bular shehidlardir. Abu Davudning sahih rivoyatida Zu Mixbar radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: sizlar Rumluqlar bilan tinchlik shartnomasi tuzsizlar. Ondan dushmanga qarshi ular bilan birlikda urushsizlar va g'alaba qozonib, g'animatlarni qo'lga kirgizsizlar. Sog' salomat qaytib bir to'pilik kelganinglarda Nasaralardan bir kishi Kristni ko'tarib, Krist g'alab qildi deydi. Bir musulmon darg'azab bo'lib uni urdi. Ana shu chog'da Rumluqlar sizlarga xiyonat qilib, qo'llariga qurol oladi. Abu Davudning sahih rivoyatida ular qo'shimcha qilingan. Ular qo'zg'aladi. Musulmonlarmi urushga majbur bo'lib, qo'llariga qurol oladi. Alloh taolo u jamoatni shehidlik martabasi bilan mukofotlaydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Ummu Habiba mundaq deydi: Makkaga majburiy avatilib, yer yutib ketganlarning taqdiri haqida payg'ambar alayhissalomdan so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom ularni boshqalar bilan birlikda yer yutadi, ammo qiyomat kuni niyatiga yarasha tirildiriladi dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Savban radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam insonlarning xuddi qochidagi tomoqqa dum tushgandek sizlarning ustinglarga yopirilib kelishiga oz qoldi dedi. Biraylan u chog'da bizning sonimiz oz bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, soninglar ko'p bo'ladi, ammo kelkun iqtib ketayotgan axlat chavardek kuchsiz bo'lasizlar. Alloh dushmanlaringlarning qalbidan sizlarning aybitinglarni chiqarib tashlaydi. Sizlarning qalbinglarga vahan solib qo'ydi" dedi. U odam: "Ey Rasululloh, vahan degan nima?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Dunyoni yaxshi ko'rib, o'limni yomon ko'rish" deb javob berdi. Imom Muslimning 2891-numurli hadisida Huzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, men qiyomatgacha maydonga keladigan har turli fitnalarni hammada yaxshi bilaman. Bundaq bo'lishi payg'ambar alayhissalomning uni hech kimga deb bermay, menga maxfiy etib berganligidan emas, balki payg'ambar alayhissalom bir majlisda fitnalar turli so'z qilganda, menmi u majlisda bor edim. Payg'ambar alayhissalom fitnalarni sanab kelib, u fitnalardan uchi hech bir narsani qoldirmaydi. U fitnalarning ba'zisi yoz shamoliga o'xshash hamma odamga tegadi. Uning ba'zilari kichik, ba'zilari cho'ng bo'ladi degan edi. Shu majlisda men bilan birga bo'lgan kishilarning hammasi o'lib tugadi. Faqat menla qoldim. Abu Davudning sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Musulmonlar Madinada muhosaraga elingan zaman kelishga oz qoldi. U chaqda ularning eng yiroq chegirisi Salah bo'ladi. Zuhri Salah Xaybarga yaqin bir joyning ismi dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ummatimdan bir qism kishilar keladi. Ular zinani, ipakni, aroqni va chalg'ularni halol deb qaraydi. Yana bir qism kishilar bir tog'ning bag'riga yerlashidi. Ularning qo'ychisi ularning mollarini shu atrofda boqadi. Ularning yoniga bir kambag'al odam maosh uchun kelganda, "Mang ketib atganlik kel" deydi. Shu kechasi Alloh ularni halok qiladi. Tog'ni ularning ustiga dum ko'mtiradi. Boshqalarni maymun va to'ng'izga aylantirib o'tadi. İmam Buxariyning 7100-numurli hadisida Abdullah ibn Ziyad Asadi mundaq deydi: Talha, Zubayr va Aisha qatorliqlar Aliga qarshi harakat qilish uchun Basraga yo'lga chiqqanda, Hazrati Ali
Ammar ibn Yasir bilan o'zining o'g'li Hasanni Kufaga avatdi. Ular yetib kelib munbarga chiqdi. Hasan ibn Ali munbarning ust tarafida, Ammar ibn Yasir ost tarafida turdi. Biz ularning atrofiga yig'ildik. Shu chaqda Ammar ibn Yasirning mundoq deganini angladim. Hazrati Aisha Aliga qarshi harakat qilish uchun Basraga yurib ketdi. Allohning nomi bilan qasamki, u payg'ambarlarning dunyo va oxiratdagi ayolidir. Lekin Alloh sizlarning Allohga va yoki Aishaga itoat qilganliklarini bilish uchun sizlarni bu sinoqqa mubtalo qildi, dedi. İmam Buxariyning 7104-numurlik hadisida Shaqiq radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ali radhiyallohu anhu elchisi Ammar ibn Yasirni urushga qo'shin to'plash uchun Kufaga avatganda, Abu Musa va Abu Mas'ud uning oldiga kirib, "Biz sening musulmon bo'lganingdan tortib, bu ishga bunchalik aldirab harakat qilganingdan boshqa bir yomonlikni ko'rmadik" degan edi. Ammar ibn Yasirmi ularga, "Men sizlarning musulmon bo'lgan kuninglardan tortib, bu ishga sal qaraganinglardan boshqa bir yomonliklarni ko'rmadim" dedi. Ondan Ammar o ishga to'n kiydirdi. Keyin birlikda masjidga chiqdi. Başqa bir rivoyatda mundaq deyilgan. Abu Mas'ud Ammarga yoki Abu Musaga to'n kiydirdi. Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida Qays ibn Abbad radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Hazrati Alidan sening bu tugi urushiga chiqishing Allohning payg'ambarining buyrug'iga asosan bo'ldimi yoki o'zingning fikring bo'yicha bu ish qilayotamsan deb so'ragan edim. U payg'ambar alayhissalomning menga bu vaqtda buyrug'ini yo'q. Men o'zimning fikrim bo'yicha yurish qilyapman deb javob berdi. Bazzarning raviylar ishonchli rivoyatida Zayd ibn Vahab mundaq deydi. Biz bir kuni Uzayfa radhiyallohu anhuning atrofida turardik. U bizga payg'ambar alayhissalomning ahli bayti ikki firqaga bo'linib chiqib, biri-birining yuziga qilich bilan urganda, "Alinglar nim bo'lib ketar" dedi. Uningdan, "Ey Abu Abdullah, u zamonga yashab qolsak nima qilishimiz kerak" deb so'ralgan edi. U Alining buyrug'ida bo'lganlarga qaranglar, ularga agishinglar, chunki u firqa ustida bo'ladi, dedi. İmam Buxariyning 9108-numurlik hadisida Ibn Umar radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Hafsaning yoniga kirdim. O'rim chashlardan suv tomchilab turardi. Uningga kishilarning Ali bilan Muaviya orasida bo'lgan ishlarni ko'ryapsan. Mening bu ishlarning hech birida hech qanday rolim yo'q, degan edim. Hafsa, sen maslahat uchun yig'ilgan o kishilarga qo'shilgan, chunki ular seni kutyotidi. Sening o'zingni chetga elib turishing insonlarning firqalariga bo'linib ketishiga sabab bo'ladi deb majburladi. İnsanlar tarqalib bo'lganda Muaviya xitob qilib mundaq dedi. Bu xalifalik xususda kim so'z qilishni xohlasa beshini ko'tarsin. Biz buningga uningdan, ya'ni Ibn Umar demoqchi va uning dadasidan bakrak haqliqmiz dedi. Habib ibn Maslama uning javob qaytarmadingmi deb so'ragan edi. Abdullah, men bu ishqa sendan haqliq bo'lgan kishi islom uchun sana va dadangga Abu Sufyonga qarshi urush qilgan kishidir, ya'ni Alidir deyishga irod qildim. Ammo jamoatning bo'linib qon to'kilishidan qo'rqib, uningdan voz kechdim. Allohning jannatlarida musulmonlarga tayyorlab qo'yganlarini esladim dedi. Buni anglagan Habib, Alloh seni saqlab qopti dedi. Ibn Majahning sahih rivoyatida Ibni Abu Avfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xavarishlar do'zaxning itlaridir degan. İmam Muslimning 1066-numurlik hadisida Zayd ibn Vahb Juhani mundaq deydi. Men Ali radhiyallohu anhu bilan birga Xavarijlarga qarshi yurish qilgan qo'shinning ishida edim. Ali radhiyallohu anhu: "Ey xaloyiq, men payg'ambar alayhissalomning kelgusida bir qavm o'ttirib chiqdi. Ular Qur'on o'qiydi. Sizlarning Qur'on o'qishinglar ularning o'qishiga, namozinglar ularning namoziga, ro'zanglar ularning ro'zasiga solishtirganda hech narsa emas. Ular Qur'on o'qiydi. Buni o'zining foydasi uchun deb o'ylaydi. Ammo Qur'on ularning ziyniga guvoh bo'ladi.
Namazlar qabul bo'lmaydi. Xuddi o'q yoddan chiqib ketgandek, ular islomdan chiqib ketadi. Ularga qarshi jihad qilgan qo'shin payg'ambar alayhissalom orqali o'zlariga berilgan xushxabarni bilgan bo'lsa edi, shuningdan boshqa bir amal qilmagan bo'ladi. Ularning belgisi shuki, ularning ichida bir cho'loq kishi bo'ladi. Uning qo'lsiz yenikida emchak to'pchisidek bir mo'nak. Mo'nakning ustida bir qanchtal oq tuk bo'ladi deganligini anglagan. Sizlar hozir Muaviyaga va Sham ahliga qarshi yurish qilib ketyapsizlar. Ular bilan karinglar bo'lmayotidi. Ular yo'qliqlardan foydalanib, sizlarning bola-chaqa va mol-mulklarga ega bo'lib oladi. Allohning nomi bilan qasamki, men bularni payg'ambar alayhissalom degan ashu qavmmikin deb o'ylayman. Chunki ular harom qon to'kdi. Oddiy xalqni talon-taroj qildi. Shunga Allohning ismi bilan ularga hujum boshlanglar dedi. Salama ibn Kuhayl mundoq dedi. Zayd ibn Vahb meni bir joyga tushirdi. Bir ko'rikning ustidan o'tib, urush maydonida bir-birimizga ro'baro keldik. Abdullah ibn Vahb Rasibi xavarishlarga rahbarlik qilyotdi. U, ya'ni Abdullah ibn Vahb Rasibi ularga nayzanglarni tashlab, qulchinglarni qindan sug'uringlar. Ularning sizlardan arura kundikidek sulh talab qilishidan qo'rqaman dedi. Buningga binoan ular orqaga qaytib, nayzalarini tashlab qilishlarini qindan sug'ardi. Ali raziyallohu anhuning qo'shoni bu fursatdan foydalanib ularga nayza yog'dirdi. O'liklar bir-birining ustiga yiqildi. Ali raziyallohu anhuning qo'shonidan aran 2 kishi o'ldi. Ali raziyallohu anhu o'liklarning orasidan cho'loq birini tepib kelinglar dedi. Ular izlab topolmasdan qaytib keldi. Shuning bilan Ali raziyallohu anhu o'zi berib izlashga boshladi. Oxiri tog'dak do'linib ketgan o'liklarning yana kelganda, "Aqtiringlar" dedi. Uning eng ostida to'pig'i milinib yotgan holda topdi va xushalligidan takbir tug'ildi. Ondan Alloh to'g'ri aytdi va uning payg'ambari to'g'ri yetkazdi dedi. Abida Salmani uning oldiga kelib, "Ey mu'minlarning amiri, o'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohning nomi bilan aytqinki, bu voqeani payg'ambar alayhissalomning o'zidan anglaganmiding?" deb so'ragan edi. Ali raziyallohu anhu, "O'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohning nomi bilan aytamanki, shundoq, men buni payg'ambar alayhissalomdan anglagan edim" dedi. Abida Ali raziyallohu anhudan 3 qatim qasam qilishni talab qilgan edi. U 3 qatim qasam qildi. İmam Müslimning 1066-numurlik hadisida Ubaydullah ibn Abu Rafi raziyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Xavarishlar Ali raziyallohu anhuga qarshi bosh ko'tarib chiqqanda, men Hazrati Ali bilan birga edim. Xavarishlar, hukm faqat Allohga xosdir dedi. Ali raziyallohu anhu, bu haq so'zdir, ammo buningdan batil maqsad qilinayotdi. Payg'ambar alayhissalom bizga bir turlik insonlarni anglatgan edi. Men bularda ularning sifatlarini ko'ryapman. Ular tillari bilan haqni so'zlaydi, ammo bu so'z bo'g'zidan o'tmaydi. Mana bular Allohning eng yomon maxluqotlaridir. Ularning orasida bir qo'lida qo'yning yelinidek yoki emchak to'pchisidek qora munkibar bir kishi tepiladi dedi. Ular o'ldirilgandan keyin Ali raziyallohu anhu atrofni aqtirib uni tepinglar dedi. Lashkarlar uni izlab topolmadi. Ali raziyallohu anhu, yana izdanglar, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men yolg'on aytmadim. Men buni so'zlab bergan payg'ambar alayhissalom yolg'on aytmadi dedi va bu so'zni 2-3 qatim takrorladi. Keyin askarlar uni xaroba bir yerdan tepib kelib, Hazrat Alining oldiga qo'ydi. İmam Buxoriyning 6930-numurlik hadisida Suvayd ibn G'afala mundaq deydi. Ali raziyallohu anhu so'z qilib, agar men sizlarga payg'ambar alayhissalomdan bir hadisni so'zlasam, Alloh bilan qasamki, osmondan yerga yiqilib tushish men uchun uning nomida yolg'on so'zlashdan yengilroqdir. Ammo sizlarga o'zimning nomimdan bir so'zni qilsam, bilinglarki, urush taktiki bilan bo'ladi. Men payg'ambar alayhissalomning oxir zamonda go'dak, kaltipan bir bo'lak kishilar o'ttirib chiqadi. Ular eng yaxshi so'zlarni qiladi-yu, ammo iymonlari bo'g'zidan o'tmaydi. Xuddi o'q yoddan chiqib ketgandek, ular dindan chiqib ketadi. Ularni qayerda uchrasanglar o'ltiringlar. Ularni o'ltirganlarga qiyomat kuni savob beriladi deganligini anglagan edim dedi. İmam Müslimning 1064-numurlik hadisida Abu Salama va Ato ibn Yasar mundaq deydi. Biz Abu Said Xudri radhiyallohu anhuning yoniga kelib, "Sen payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan xavarishlar haqida bir narsa anglaganmiding?" deb so'ragan edik. U, "Xavarishlarning kimligini bilmaysan, ammo payg'ambar alayhissalomning
Bu ümmet ichida bir qavm chiqadi. Sizlar ularning namozi oldida o'zinglarning namozini osanaysizlar. Lekin ularning o'qigan Qur'onlari bo'g'izdan o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'g'i tegib, hech nima yo'qmay chiqib ketgandek chiqib ketadi deganligini anglagan edim, dedi. İmam Buxariyning rivoyatida mundaq deyilgan: Biz payg'ambar alayhissalomning yanida edik. U g'animatlarni taqsim qilyotdi. Zu Huvay Sira, ya'ni Tamim avlodiga mansub bir kishining navbat kelganda, "Ey Rasululloh, odillik qilgin" degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Sening olingga voy, men odillik qilmasam kim odillik qiladi?" dedi. İmam Buxariyning 3610 numurliq hadisida mundaq deyilgan: "Men odillik qilmasam, sen tugashgan va ziyon tortgan bo'larding" dedi. İmam Muslimning 1064 numurliq hadisida mundaq deyilgan: Abu Said mundaq dedi: "Men buni payg'ambar alayhissalomdan anglaganligimga guvohlik beraman. Yana shundaq guvohlik beramanki, Ali radhiyallohu anhu ular bilan urushdi. Men Ali bilan birga edim. Ali radhiyallohu anhu u odamni tepishga buyruq qildi. U odam tepib kelganda shunday qaradim. Uning vujudida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tasvirlab bergan sifatlarni birma-bir ko'rdim." İmam Buxariyning 3344 numurliq hadisida Abu Said radhiyallohu anhu mundaq dedi: Ali radhiyallohu anhu Yamandagi chog'ida payg'ambar alayhissalomga oltin avatdi. Payg'ambar alayhissalom oltinni Aqra ibn Abis Anzali, Uyayna ibn Badr Qazari, Zayd Ta'i va Alqama ibn Ulasa Amiri qatorliq 4 kishiga bilib berdi. Buni ko'rgan Quraysh xalqi bilan Ansariylar Najd xalqining kattalariga berdi-yu, bizga bermadi deb ochiqlangan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Men oltinni ularga berish orqali ularning dilini islomga moyil qilmoqchiman" dedi. Shu asnoda o'ri ko'zlik, ikki mangzi sal oldiga chiqib turgan, kang peshonalik, quyuq soqolliq, chechini tushirayotgan bir kishi kirib keldi va "Ey Muhammad, Allohdan qo'rqqin" dedi. Buni anglagan payg'ambar alayhissalom: "Agar men Allohga osiylik qilsam, uningga kim itoat qiladi? Alloh taolo butun dunyo xalqi haqida men ishongan tursa, sizlar men ishonmamsizlar" dedi. Sahobalardan biri, "Mencha Xolid ibn Valid bo'lsa kerak, u odamni o'ltirmoqchi bo'lgan edi." Payg'ambar alayhissalom uni to'sib qo'ydi va u odam keyniga bo'lib chiqib ketgandan keyin buning avlodidan shundoq bir qavm keladiki, ular Qur'on o'qiydi, ammo o'qigan Qur'onlari bo'g'izdan o'tmaydi. Ular xuddi o'qiyadan chiqib ketgandek dindan chiqib ketadi. Butparastlarni tashlab musulmonlar bilan urushadi. Agar men ularning zamonida yashab qolsam, xuddi ot qavmi telto'kis yo'qtilgandek birinim qo'ymay yo'qitib o'tatdim, ya'ni o'ltirib o'tatdim, dedi. İmam Buxariyning 3351 numurliq hadisida mundaq deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sizlar men ishonmamsizlar? Men osmondagilarning ishonchiga erishgan payg'ambarman. Osmondan menga kecha-kunduz xabarlar kelib turadi" dedi. Shu asnoda o'ri ko'zlik, ikki mangzi sal oldiga chiqib turgan, kang peshonalik, quyuq soqolliq, chechini tushirayotgan, ishtinni turib olgan bir odam o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, Allohdan qo'rqqin" degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Halingga voy, yer yuzida Allohdan qo'rqishga eng haqli kishi men emasmi?" dedi. Ondan u odam orqaga burilib mangan edi. Xolid ibn Valid: "Ey Rasululloh, ruxsat bersang, uning bo'ynini chepib tashlasam" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, balkim u namoz o'qiydigandir" dedi. Xolid ibn Valid: "Qanchilgan namoz o'qiydiganlar borki, qalbida yo'q narsani tilda so'zlaydi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Men insonlarning qo'rsqini yerib qalbini tekshirib boqishga buyurilmadim" dedi. Ondan u odamning chiqib ketayotganini ko'rib, buning avlodidan shundoq bir qavm chiqadiki, ular Allohning kitobini o'qiydi, dedi. Davomi yuqorqi hadisga o'xshash. İmam Muslimning 1064-numurliq hadisida mundaq deyilgan: Ömer radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning oldiga berib, "Ey Rasululloh, ruxsat bersang uning kallasini olay" dedi. Lekin payg'ambar alayhissalom yo'q dedi. Ondan Xolid ibn Valid kelib, "Ey Rasululloh, ruxsat bersang uning kallasini olay" degan edi. Payg'ambar alayhissalom uningga yo'q dedi. İmam Muslimning 1065-numurliq hadisida Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgusida maydonga keladigan insonlardan bir guruhni tasvirlab bundoq dedi: "Ularning alomatlari shuki, chechini tushirib turadi. Ular mahluqotlarning eng yomoni bo'lib, ularni ikki toifa ichidan haqqa eng yaqin bo'lgani o'ltiradi.
İmam Buxariyning 4515-numurluq hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. İkki kishi uning yoniga kelib Ibn Zubayrning fitnasi haqida so'z qildi va odamlar fitna chiqardi. Sen Ibn Ömersen, Payg'ambar alayhissalomning sahobisisan. Seni ko'chaga chiqib fitnani to'xtatishdan nima to'sdi deb so'ragan edi. Ibn Ömer Allohning musulmonning qonini to'kishni harom qilganligi to'sdi deb javob berdi. Ular Alloh taolo Qur'on Karimda toki ziyonkashlik tugagan va Allohning dini yo'lga qo'yilgan qadar ular bilan urushinglar demidimi deb so'ragan edi. Ibn Ömer raziyallohu anhu ma Allohning dini yo'lga qo'yilib fitna qilmoqchi urush qildik. Endi sizlar fitna tarqalishi va dinning Allohdan boshqasiga burilishi uchun urush qilmoqchi bo'lyapsizlar dedi. İmam Müslimning 2545-numurluq hadisida Abu Nafal mundaq deydi. Men Abdullah ibn Zubayrning jasadining Makkadagi Aqabatul Madina degan yerda esilib qo'yilganligini ko'rdim. Quraysh xalqi va boshqa kishilar uning atrofidan o'tib o'tadi. Abdullah ibn Umarmo u yerdan o'tdi va uning qarab uch qatim "Assalomu alayka ey Abu Xubayb. Allohning nomi bilan qasamki, men seni buningdan to'sgan edim. Chunki sening ko'p ro'za tutadiganingni, kechalari ko'p namoz o'qiydiganingni, o'roq tuqqanga ko'p silarayim qildiganingni bilatdim. Allohning nomi bilan qasamki, eng yomoni sendek bo'lgan bir ummat shak shubhasizki eng yaxshi ummatdir" deb ketib qoldi. İbn Ömerning so'zlari ajazga yetkazilgan edi. U odam avatib Ibn Zubayrni esib qo'yilgan yerdan tushirdi va Yahudi qabristonligiga tashlab etdi. Ondan Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizi va Ibn Zubayrning onasi Asma odam avatdi. Asma radhiyallohu anha uning yoniga berishib unimadi. Ajaz qayt odam avatib, "Ya o'z oyog'ing bilan kelasan yoki chechingdan so'rab keladigan odam avatiman" dedi. Asma radhiyallohu anha yana kelmadi va Allohning nomi bilan qasamki, mening chechimdan so'rab elib boradigan kishini avatmoqchi qashingga bormayman dedi. Buni anglagan Hajjaj qurol yaroqlarimni elib kelinglar dedi. Ondan oyog'ini kiyib tez qadamlar bilan Asma radhiyallohu anhaning yoniga kirib keldi va uningdan Allohning dushmaniga, ya'ni Abdullah ibn Zubayrga qilgan muomalamga qanday qaraysan deb so'ragan edi. Asma radhiyallohu anha mundaq deb javob berdi. Qanday qaraydim? Sen uning dunyosini vayron qilding. U sening oxiratingni vayron qildi. Sening onunğa ikki belbog'liq ayolning o'g'li deganligini angladim. Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan ikki belbog'liq ayolman. Belbog'imning birida Payg'ambar alayhissalom bilan dadam Abu Bakrning o'zi xalsini to'shgan edim. Yana biri bo'lsa, har bir ayolga kerak bo'lgan belbog'dir. Sana shuni aslatayki, Payg'ambar alayhissalom bizga Saqifdan bir kazzob va bir jallod chiqadi degan edi. Kazzobni ko'rdik, ammo jallodning sendan boshqa biri bo'lishini tasavvur qilmayman dedi. Shuning bilan Hajjaj takallashmasdilla uning yenidan chiqib ketdi. İmam Buxariyning 3605-numurluq hadisida Said ibn Umavi mundaq deydi. Men Marvan va Abu Hurayra bilan birga edim. Abu Hurayra men Payg'ambar alayhissalomning ummatimning alaqati Quraysh qabilasidan bir qancha yoshning qo'lida deganligini angladim dedi. Shu chaqda Marvan bir qancha yoshning qo'lidami deb so'ragan edi. Abu Hurayra raziyallohu anhu agar xohlasang palonchining o'g'li, po'konchining o'g'li deb ismlarini aytib bera olayman dedi. İmam Buxariyning 7068-numurluq hadisida Zubayr ibn Adi raziyallohu anhu mundaq deydi. Biz Anas ibn Malikning yoniga kelib, Hajjajdan tortgan aziyatlarimiz haqida shikoyat qilgan edik. Anas raziyallohu anhu bizga Rabbinglarning dargohiga borgan qadar sabr qilinglar, chunki zamon kundan kunga yomonlashib ketadi. Men buni Payg'ambar alayhissalomning o'zidan anglagan edim dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Ibn Umar raziyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Saqifdan bir kazzob va bir jallod chiqadi dedi. Tirmizi kazzob Muxtar ibn Abu Ubayd, jallod Hajjaj ibn Yusuf deb qaraladi dedi. İmam Buxariyning 4024-numurluq hadisida Said ibn Musayyib raziyallohu anhu mundaq deydi. Osman raziyallohu anhuning o'ltirilishidan iborat birinchi fitna sodir bo'lganda Badr urushi qatnashganlardan hech kim qolmadi. Harra vaqasidan iborat ikkinchi fitna yuz berganda Hudaybiya kelishimga qatnashganlardan hech kim qolmadi. Keyin 3-chi fitna maydonga kelib faqatli besiqmadi. Shuning bilan insonlarda aql va kuch qolmadi. İmam Müslimning 149-numurluq hadisida Huzayfa raziyallohu anhu mundaq deydi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Payg'ambar alayhissalom qancha kishi islomga kirdi sanab ko'ringlar dedi. Biz: "Ey Rasululloh,
Helimi ham andish qilyapamsan, vaholanki bizning sonimiz 600 bilan 700 orasida dedik. Payg'ambar alayhissalom, sizlar bir baloga yo'l qo'yganliklarini bilmaysizlar dedi. Biz haqiqatan baloga yo'liqdik. Hatto ba'zilarimiz namozni maxfiy ravishda o'qiydigan bo'lib qoldik. İmam Buxariyning rivoyatida Xalaf ibn Avshab mundaq deydi. Kishilar fitna zamonida Imrul Qaysning mono she'rini o'qishni yaxshi ko'radi. Urushning beshi o'xshaydi yosh qizga, yuzini bo'yab o'zini atgan er quchqiga. Urush qaynaganda ersiz qaytar u kelin, sulg'un, badbo'y, badbashira oq kelgan ham chochlariga. İmam Ahmedning raviylar ishonchli rivoyatida Ömer raziyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomning ayoli Ummu Salamaning qarinishining bir o'g'li tug'ildi. Uningga Valid deb ism qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom uningga Fir'avninglarning ismini qo'ydinglar. Bu ummat ichida Valid ismli bir kishi dunyoga keladi. Uning zulmi Fir'avnning xalqi qilgan zulmni eshib ketadi dedi. Tabaranining Al-Awsatda rivoyat qilgan raviylar sayyidisining raviylar bo'lgan hadisida Abu Ishaq mundaq deydi. Men Ibn Umar raziyallohu anhuga muxtor o'ziga vahiy kelganini da'vo qilyotidi degan edim. U to'g'ri aytibdi, chunki shaytonlar o'z do'striga vahiy qiladi dedi. Alloh taolo bizni fitnadan saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.